Aqı bilan yurgan barjigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Uning chiroyidagi xotirjam ko'rkak, yurish-turishlaridagi to'liqlashgan ishonchdan hamma hayron bo'ldi. Ko'rmanlar yaxshimizlar, yoshlarimizni to'y qilib, farzandlik bo'lgandan keyingi ota-onalik safarining o'ngishli bo'lishi shundaqla farzandlarning sog'lom, baxtli o'sib yetilishi uchun alohida yo'l qo'yilgan Xinjiang Ananas Sochalik shirkati tajdarligidagi farzandim uchun programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Zaynura Adil. Bugun son programmamizga alohida taklif qilingan aziz mehmonimiz bo'lsa, davlatlik ona bolalar parvarish yetakchi Güzelnur Tuniyaz muallim. Qarshi olamiz. Rahmat. Yaxshimizlar, ko'rmanlar, mushaqtanlar xayrli bo'lsin. Men Xinjiang Kanxin kasbiy tarbiyalash maktabining o'qituvchisi, davlatlik ona bolalar parvarish yetakchisi va ona yetakchisi Güzelnur Tuniyaz muallim bo'lman. Xush munosabat bilan sizlar bilan ekran orqali yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Rahmat. Sizga rahmat. Undaq bo'lsa, endi biz bugun son programmamizda shu homildorlik mazgiliga diqqat qilishga tegishli mazmunlar ustida to'xtalib o'tmoqchiya. Undaq bo'lsa, shu homildorlik mazgilida nimalarga diqqat qilish kerak? Bu suyumlik mehmon dunyoga ko'z etish oldida ota-onalarningki kayfiyati shunchalik bir xil jiddiy, ham shunchalik bir xil xushal bo'ldi. Endi bu jiddiylik bilan xushallikning ichida sal qarab qolgan bir qancha nuqtalar bor. Buning ichida birinchi muhim nuqta nima deganda salomatlik tekshirish jarayonidagi oz uchraydigan kasalliklarning tekshirishi. Endi bola qo'saqda qolgandan keyin ota-onalar cho'qim vaqtida berib tekshirishlarni qiladi, ammo umumiy talab qilingan tekshirishni qilgan bilan antigen deymiz. Mushu tekshirishga bek sal qarab qoldi. Bu qaysi degan vaqtida arshi xoransati ortiqmi emasmi shuni bildigan bir tekshirish. Bu tekshirish nimaga qildi degan vaqtda shu bolalar tug'ilgandan keyin menga paralish tug'ilib qolgan yoki tug'um yurak kesili bo'lib tug'ilib qolgan bolalarning soni bag'asini jiqlab ketadi. Agar biz mushuni oldini olmoqchi bo'lsak, 11 haftalikdan 14 haftalikcha bo'lgan mush vaqtda mush antigenjani yaxshi vaqtida qila olsak, ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Agar masala chiqib qolsa, bu bolalarni endi bir umr kutadigan gap. Bu bir ko'ngilsiz bir ish bo'lib qoldi. Shunlashqa mush tekshirishga faqat sal qarmasligini umid qilaman. Endi yana bir muhim tekshirish bo'lib qolsa, bolalarningki shu yurak so'qishini tekshirish bek muhim. Odatda 28 haftalikdan boshlab onalar tayinchiyan xudab vaqt-vaqtida berib yurak so'qishini tekshirish kerak. Agar bolalarning yurak so'qishi 110 dan 160 ga cho'g'an doirada bo'lsa, bu normal. Agar buning ostida yoki tez bo'lib ketib qolsa, bolalarda oksigen yetishmaslik ahvoli ko'rilib qoldi. Bunda bo'lgan vaqtda bolalarda yang sho'yni ichib olibdi, bolalar tug'ilib bilan jiddiy qutqizish agar ketibdi degan xabarlarni anglaymiz. Naq mushuni oldini olish uchun onalar shu oxirgi vaqtlar kelganda tayinchiyan xuga bek diqqat qilish kerak. Undan keyin uchinchi bir sal qarab qolgan ish nima degan vaqtda onalar amildor vaqtda teri qichish masalasi bek xop qiladi-ku. Bu azobga chidag'il bo'lmaydi. Nurg'unlar shu qoshlab qo'saq qismlarini, yo'tiq qismlarini tavtiq qilib qoldi. Bu tavtiq bir umr yo'qmaydi-ku. Onalar bolasini tug'ib bo'lgan qarshi badalda shuna tavtiq qilib ketgan, bek ko'ngilsiz his qilib, men bola tug'masam bo'pti-ku degandek mushtaq bir ko'ngilsiz kayfiyat boshlanib qolishini oldini olish uchun onalar shu teri qichish masalasiga diqqat qilish bo'ldi. Endi 20% ahvol ostida yuz berdi ekan, ammo onalarda bo'lib ketmaydi ekan. Endi bu 20% odamni qiynaydigan teri qichish nima sababdan yuz berdi degan vaqtda birinchidan ersiyat. Endi o'zimizning opalari diqqat qilmay qolgan bo'lsa, ma'lum darajada ersiyat qoladi. Lekin buni muhim deb qarayolmaymiz. Endi bizning qo'limizdan keladigan oldin oladigan nuqtalar qaysi degan vaqtda mush onalarniki mush g'idiqlig'ich yemekliklarni, masalan, laza, qahva, undan keyin bir qism yelkildigan ochiq tomoqlar deymiz, laza chiqsa mush narsalarni yeyishni cho'qim azaytish kerak. Bo'lmasa shu g'idiqlig'ich tarkib bevosita terining qichishini ig'irlashtirib qoldi degan gap. Demak, tomoq jihatdan ahamiyat berib qo'ygan bunga. Undan keyin teri qichishga shu ishqarliq so'pollarni ishlatmaslik kerak. Odatda so'pollarningki xohlagan so'polni ishlatib qolib qolsa, agar buningki jenshi ishqarliq bek ichib ketib qolsa, terining qichishi bek ig'irlab ketadi degan gap. Undan keyin yana bir jihatdan shu kiygan ish kiyimlarining cho'qim sapboqda bo'lishiga diqqat qilish kerak. Endi hozir bu sharoitlar yaxshi bo'lib ketdi. Biroq nilon kiyimlar oz, ammo bilib bilmay shu diqqat qilmay qolib qolsa, bu nilon kiyimlarmi terining qichishini bek ig'irlashtiradi. Undan keyin yemek-ichmak jihatda vitamin C, vitamin B qo'shilgan tarkiblardagi yemek-ichmaklarni ko'proq iste'mol qilish yoki oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilsa, shu teri qichishniki azaytib bo'ldi. Undan keyin yana bir muhim omil bo'lsa, onalarning ro'yi jihatga jiddiylashishi bek muhim. Chunki onalar do'y mening qo'sqimdagi mush bola yaxshi cho'ng bo'larmi, qanday bo'ladi deb bir jiddiylik kayfiyati paydo bo'lib qolgan ekanlar. Bu meningdagi kayfiyat jihatga o'zgarish, teriga bevosita ta'sir qilganlik uchun teri qichish ig'irlab ketgan bu vaqtda boyat degandek mush tavtiq qilib qolgan kayfiyat texnik buzilib ahvollar yuz berdi. Shunga mush yuqorqi nuqtalar
amaldorlik mezgildagi eng bearam qildigan lekin onalar nima ish qilishni bilmayotgan eng muhim masalalar. Unak bo'lsa yuqorqi masalalardan boshqa yana mushu homildor ayollar odatda hammasi asosan samiriydi ekan-ku. Lekin endi bu samirish normal bo'lgan bilan ba'zida mushu normadan eshib ketgan odatda samirib ketgan ahvollar bo'ldi ekan. Unak bo'lsa buning oldini qanday qilish kerak? Endi amaldorlik ko'pincha onalarniki go'zal badan shaklininki oxirlashi bo'lib qolgan ahvol siz degandek bor. Nurg'ullar bir qo'zaqda qolgandan keyin bir samirib ketgan peti toki tug'ib qopibmi aslidagi badan shaklini saqlab qolmaydi, qaytib kelmaydi. Shuning bilan bir ko'ngilsizlik boshlanib ketgan. Endi buni oldin og'il bo'ldi. O'shadan qarasak, ayollar shunchalik tug'magan eklamchi, shunchalik bir chiroyli badan shakli bo'ldi. Shunga amaldorlik mezgilida biz agar ozuqni shayatdan diqqat qila olsak, bu güzel arzuyimiz çoxum amalga oshadi. Endi bu yerda diqqat qiladigan nuqtalar qaysi degan vaqtda, samirish normal. Qanday normal degan vaqtda bir haftada 360 gramdan 450 gramgacha samirsak, bu normal bo'ldi. Ham buni eshib ketsa, haqiqatan badan yig'imiz eshib ketadi. Agar bu oz bo'lib qolib qolsa, ozuq yetishmaydi. Unda bo'lgandan keyin biz qanday ozuqlimiz degan vaqtda, shu nurg'un ota-onalar, shu qizlarga nima deydi deganda, "Voysamdi, 2 qat bo'ldim, çoxum 2 kishlik ya, tomoqim çoxum jiq ya" degan shu xato ko'z qarash bor. Bu qo'saqda bol bo'lganlik uchun ham jiq yeyish kerak emas, balki to'g'ri yeyish kerak. Bu qanday yeyish kerak degan vaqtda, hammalar bizda bir ozuqlanish piramidasi bor, shu bavta deymiz. Shu bavta bo'yicha yemeklik o'lchamingiz, shu o'lcham bo'yicha miqdori va yemeklikning turi to'g'ri bo'lsa, unda siz g'am qilmasangiz bo'ldi. Siz to'g'ri yemay jiq yeb olganning ziyni bekcho'ng. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda biz onalar Bo'g'iz onalar birinchi bo'lib kunda muvofiq miqdorda go'sht iste'mol qilish kerak. Bu go'sht samirtmaydi. Chunki go'sht, masalan, to'xo go'shti, qo'y go'shti, biliq, rak go'shti qatorliq bu go'sht turi yemeklar oqsil, yuqori sifatli oqsil. Oqsil odatda badanni bek samirtmaydi. Odatda go'sht turi yuqori sifatli oqsil bo'ldi. Shunga men go'sht yemay, o'rxlayman deganga bu eng xato ko'z qarash. Undan keyin kunda cho'qim muvofiq miqdorda sut mahsulotlari iste'mol qilish kerak. Ya'ni kol suti, qiddiq, erimchik qatorliq sut mahsulotlarini iste'mol qilish orqali kalsiy to'liqlash maqsadiga yetkazib bo'ldi. Undan keyin sayko'ktat bilan meva-cheva cho'qim bir kunlik iste'molda komboz bo'lmaydi. Ba'zan deydi degan vaqtda meva-cheva sayko'ktat yeb bilan o'rxlayman, aksiya tatliq narsa yemedimmi, boshqa go'sht yemedimmi degandek menda xato ko'z qarash bo'lib qoldi. Meva-chevani bekchiq yevasangiz, buning tarkibiga qand turi samir tuydi. Normal bo'lishi kerak. To'g'ri, meva-chevani normal yeymiz. Undan keyin mana shu ko'ktat komboz bo'lmaydi. Ba'zilar "Ey sayko'ktat sovuq keldi" deb xato o'ylab oldi. Amaliyotda sayko'ktat sovuq kelmaydi, u ko'p xil vitaminlarni to'liqlaydi. Agar badan ko'p xil vitamin kam bo'lib qolsa, kam mag'durlik, badandagi nurg'ulg'an kasalliklarning asosiy sababi vitamin kamlikdan bo'ldi. Shunlashqa sayko'ktat bilan meva-cheva cho'qim bir kunlik iste'molda bo'lish kerak. Undan keyin qarashliq. Bizning ko'pincha vaqtda yemaydiganimiz qarashliq. Masalan, biz asosan bug'doy bilan guruchni asos qilib yeymiz, ammo masalan qo'noq, undan keyin kichik teriq shaomi deymiz, undan keyin vugu zalian deymiz. Masalan, uning ichida qarbolganiki masalan arpa deganga o'xshash, masalan sulu yarmisi degan o'xshash ma'qul qarashliqni yesak, ham samirtmaydi, ham badanda qavziyat qilmaydi. Shunlashqa nurg'unga Allohning amaliyoti qarasangiz, ig'irlik ishib ketgan vaqtidagi ig'irligi hargizmi moy emas, balki 3 oydagi qavziyatdan kelib chiqqan keraksiz moddalar badanni ig'irligini oshirayotgan. Ba'zilarning qavziyat davolashgandan keyin badan ig'irligini hatto 2 kilo o'rg'ilganligini ko'rdikchu. Shunlashqa biz mush yemeklik piramidasi bo'yicha o'lchamli holatda har bir turni to'liq qilib turib yaxshi yeyalsak, u vaqtda cho'qim jiq yeyish kerak emas, to'g'ri yeyish kerak bo'ldi. Bu xil ahvolasida ham samirib ketmaymiz, ham bo'g'imizga ozuqlik yaxshi yetishalaydi degan gap. Demak, endi mushamildorlik mezgilida eng ahamiyat berishga tegishli ozuqlik, ya'ni ozuqlikni to'g'ri iste'mol qilish kanda endi. Undaqda endi xonim qizlarmi bu yaxshi bir usulni o'rganib oldi. Endi ko'pincha xonim qizlar haqiqatan boysiz degandek ota-onalarningki 2 qat bo'lding, jiqroq ye. Masalan, men shunday o'ylaydim, cho'qim 2 qat bo'lgandan jiqroq yeyish kerak, yaxshi yeyish kerak deb o'yladim. Lekin hozir siz deganlarni anglagandan keyin men o'rganib oldim. Balkim ekran oldida ko'rmanlarmi, yosh xonim qizlarmi, homildor ayollarmi bu bilimlarni o'rganib oldi. Undaq bo'lsa, endi shu homildor vaqtda ayollar kayfiyat nachar bo'lib qoldigan yoki bir ko'ngilsiz ishlarni ko'rsa yoki ko'ngilsiz gaplarni qilsa yoki biror sharkatlarni ko'rsa degandek shu homiyligiga ta'sir bo'lamdi, ta'sir qila olamdi shu kayfiyat bevosita. Homilaninki tarbiyasi to'g'risida bir oz tushuncha bersangiz.
Bek yaxshi savoldan bir sordingiz. Chunki homil tarbiyasi degan bu hukm gerçi bizning diyorimizda bek umumlashib ketmagan bo'lsa-mu, ammo bizningki davlat ichida, ishkir o'lkalarda allaqachon umumlashgan bir holatga kelib qoldi. Masalan, ishkirda maxsus tajovuzchi deb, maxsus homil tarbiya yetakchisi deb kasblan borju. Bir ana farzandlik bo'lish oldida mush bola qo'saqxon bilgandan boshlablam 9 oy maxsus bir yetakchilik qilib homil tarbiyasi olib bordi. Endi biz bu darajada bek ilg'orni qilamiz deb ketmasakmi, men o'ylayman homil tarbiyasining ichida mush onaning kayfiyati, onaning xo'shalligi eng yaxshi homil tarbiyasi. Nima uchun bunday deymiz degan vaqtida nurg'unlab bola tug'ilib bo'lgan kichik boboqnimi hech nima bilmaydi, hech nima o'qimaydi, u texi gaqlamaydi deb o'ylaydi. Amaliyotda bizning bolamiz mush qo'saqdagi vaqtida bizning barliq kayfiyatimiz, anglagan ovozlarimiz, yegan tomoqlarimiz, o'ylagan xiyollarimizdan tortib hammasining ta'siriga uchraydi. Odatda homil tarbiyasiningki 10 xil turi bor-ku. Masalan, kayfiyat tarbiyasi deymiz, chinshu tayjo deymiz, undan keyin yiyo tayjo müzik tarbiyasi deymiz, undan keyin yuyan tayjo til tarbiyasi deymiz. Mushunga o'xshash turlari bir qadar ko'p. Endi buning ichida onalarning ko'proq bildig'ini yaxshi musiqa olsam, bu o'qim yaxshi inkas puldadi degan jiqlar biladi. Bu qanday degan vaqtida siz anglagan har bir musiqa bu vaqtmi ta'sir ko'rsatadi. Shunga odatda onalar mushamildarlik mazgillar noyatlik azobliq, echinishlik naqshlarni olmasligi kerak. Undan keyin ko'ngillik bir xil naqshlarni, bir xil odamni rohatlantiradigan musiqalarni anglash orqali o'zi tinchlansa, bu vaqtning yurak so'qishi ham jihatdan yetilish jihatdan ta'sir yaxshi bo'ldi degan gap. Shunga ko'p jig'izori bo'ldigan yoki bir ko'ngilsiz urush talashchiq bo'ldigan mundaq muhitlarmi onaga ta'sir qilgan vaqtda bu bevas bolaga ta'sir qildi. Shunga onaga yaratib bergan bir nayt tinch, bir xil ko'ngillik bir xil holat bo'lsa, bu amaliyotda ona uchun biz yordam qilyapmaymiz, balki o'zimizning bolasi uchun bir sharoit hozirlab beryapmiz. Demak, bu vaqtda endi faqat onaning mas'uliyati bo'lmasligi kerak, shu bir oila kishilarining mas'uliyati bo'lishi kerak, shunaqmi? Undan keyin shu fuchu tayjo deymiz, ya'ni slash homil tarbiyasi deymiz. Bu qanday deganda shu onalar shu qo'saqning ustidan silab bergan vaqtida bu bola his qila oladi. Onaninki shu muhabbatini silash orqali his qila oladi. Shunga bolaninki qo'lingiz nega bo'lsa, shu yerni tipatqani his qilsiz-ku. Shu yerga imkos qaytirdi. Shunga holatda masalan bolalarninki tasodifiy bu vaqtlarninki shu kindik o'quviga yo'g'ilib qolsin-ku. O'sha onalar silash orqali mas'uliyat keltira oladi-ku. Shunga nima demoqchi degan vaqtda siz shu badaningizdan chiqqan shu haroratnimi mush tuyg'uni bola bilalaydi. Shu darajada sezgur. Shunga onalar masalan ba'zilar deydi, "Muzik tayjo qilib beray, slab tayjo qilib beray" deb, onaning kayfiyati intayin nachar, yig'layotdi. Uning noyat yaxshi naqshi muzik qo'yib berdingiz, slab berdingiz, buning foydasi yo'q. Shunga amaliyotda onaning kayfiyati, holati, mush jontaysi kayfiyati eng yaxshi homil tarbiyasi. Shunga 9 oy xonishni o'rnini ko'rish degan gap hargiz ortiqlik ketmaydi. Shunga shu cho'nglardan tortib yo'ldoshgacha hammalar shu 9 oyni ona uchun emas, bola uchun deb birlikda hammalar shu bir muomala qila olib qolsa, haqiqatan o'ylagandan ortiq bir yaxshi holatlarga bolasiniki erisha oladi degan gap. Demak, endi shu ayollar homildor vaqtida cho'qqim kayfiyatini yaxshi tutish kerak ekan. Buningga ham albatta o'ziningki yo'ldoshi bo'lsin, ota-onalar bo'lsin, barcha oilalarga yaxshi sharoit hozirlab berish kerak ekan. Hamma odamning o'rtaq kuch chiqarish asosida anoniki sog'lom ham baxtli bo'lgan bir bolani tarbiyalab chiqil bo'ldi ekan. Undaq bo'lsa, endi ko'pincha xonim qizlar homildor bo'lgandan keyinlar kayfiyati ason buzildigan, mijoz tus bo'lib qoldigan, yig'lon bo'lib qolgan mashaq ahvollar ko'rilgan. Bu nima sababdan bo'ldi? Anondan keyin buningga nisbatan yo'ldoshi hamda qanday pozitsiyada bo'lish kerak? Hamda odatda ko'pincha vaqtlarda to'g'ri tushunmagan ahvollar yuz berib qoldi ekan. To'ydan keyin homildor bo'lgandan keyin, to'y qilib bo'lgandan keyin o'zgarib ketdi, bir mijoz bunday emasdi degandek tushunmaydigan ahvollar yuz berdi ekan. Bu ahvollarga qarata hamda qanday tadbir qo'llanish kerak? Pek yaxshi savoldan birini so'radingiz. Biz boshda shundidoq to'ydan burun bo'lsa yoki qo'saqt qilishdan burun imkoniyat bor qarshilarning mijoz xarakterini tushunib, o'zaro bir muhitchi, o'zaro bir tushunishadigan, o'zaro bir tatliq aslimlarni qoldiradigan bir jarayon bo'lgan yaxshi edi. Agar bu jarayon bo'lmasla, to'y qilib uzoq o'tmaylam qo'saqt qilib qolsa, mushtaq ayollarning kayfiyatida bek bir o'ng'ul-do'ng'ul bir turaqsizlik kelib chiqadi. Ham buning sababi nima degan vaqtida, mush ayollarningki badanda homil qilib qolgandan boshlabla badandagi hormonda qattiq o'zgarish bo'ldi. Bu jisu degan narsa bizning butun kayfiyatga bek bevosita ta'sir qilganligi uchun bu hormon hisobda badanga bir yangi hayotga kirgandan keyin
bunun şu hormondaki astın üstünlük bevası keyfiyatını astın üstün qildi. Endi buni qanday bilamiz ya vaqtda şu qo'saq qag'anligini qanday tekshirib bilamiz. Bu vaqtida Muşu hormonninki natijasi o'rlab ketadi-ku. Muşu hormonning o'rlab ketgan qarab qo'saq qolganini bilganlikning o'zi badanda o'zgarish bo'lganligini bildirdi. Shunlashqa badanda hormon o'zgarish bo'ldi degan gap cho'qim kayfiyat buzildi degan gap. Bu bir hisobda muqarrar birga birini qo'shish kerak degandek badanda hormon o'zgarish bo'ldi. Xuddi odat diabet bemorlarimi, masalan, yida usu bumbur hormon emasmi? Uri bergandan keyin shu diabet bemorlarning kayfiyati bir xil terkak, jidi xo'p qolganini bayqaymiz emasmi? Shunlashqa shunga o'xshashlar, ma qo'saq qolgan vaqtidagi hormon uningdan kuchlik. Uningdan bekrak ta'sir qilish kuchi yuqori bo'lganligi uchun bu yerda onalarningki bir xil uyqusi bek keldigan, sezik bo'ldigan, tomoq yegisi kelmaydigan, bir xil o'zini shunday bir ojiz bichara his qildigan, bir qanday his bo'lgancha tashvishlangan, nozik bo'lgan, ashtaq bir xil sezgir bo'lib ketishining sababi mushu hormon bo'lganligi uchun mush erlar ayolim ham deb mushu bir jarayonni boshdan kechirayotdi. Bu o'zining sababi emas, bu o'zi xohlab bo'lmadi deb turib to'g'ri tushunsa, sababini to'g'ri tushungankinlar asosan buni qabul qilib ketadi. Agar unday bo'lmay qolib qolsa, asan hammadan qo'saq ko'tirdi, nima to'g'ri noziklik qilib ketsa, endi tek qo'saq ko'taray ko'tarmay 9 oy vaqt bor, nima qilsa deb turib mandaq bizarlik kayfiyat bo'lib qolsa, onaninki yemak ichmakmi ta'sir bo'ldi u vaqtida, asan bol tushib ketadigan yoki qilib qolsa, balda mushaq tug'im yurak kasali bo'lib qolgan ahvollar yuz berdi ekan. Shunlashqa erlar hisobda 9 oyda ayol kishi bilan bir vaqtida tang kuch chiqarib, tang qurbonlik berish kerak. Ayollar ham jismoniy jihatdan qurbonlik bergan bo'lsa, erlarmi ro'yi jihatdan ham mushtaq bir tez vaqtlarni bilib boshdan kechirdi. Shunga faqat to'g'ri tushansam o'tkazdi. Agar bak siqilib jilib ketsa, birdan sirtlarga chiqib aylanib kirib, hargizmi yo'qolib ketib, telefon etilib emasa, kechikishlab yo'q unday emas. Azroq vaqt sirtga chiqib o'zini tinchlantirib olgandan keyin ayolning qishiga kirib, nima bo'ldi, bo'ldi, jurasing, nima degan bor, nima yegan bor deb turib, ko'proq kichik bolani tabriklandek mehr muhabbatning miqdorini oshirib aslam, ayol kishi bu vaqtda tinchlandi, o'zining bu bosqichdan ichkirak o'tib ketishiga yordam bo'ldi degan gap. Unoq bo'lsa, demak, mushu ayollarning homildor vaqtida mushu yo'ldishimi ko'proq to'g'ri tushunib, ko'proq ko'ngil bo'lib berish kerak ekan, shundaqmi? Unoq bo'lsa, yana bir savolim bor. Endi ko'pincha xonim qizlar mushu operatsiya qilib tug'sa o'z tuqqandan sal osonroq bo'ldi deb operatsiya qilib tug'ishni tanlaydiganlar ko'proq ekan-ku hozir. Unoq bo'lsa, mushu operatsiya qilib tug'ish bilan o'zi tug'ish deganga qanday tushunchada bo'lsak to'g'ri bo'ldi. Endi mushu hozir fan texnik taraqqi qilgandan yoqi tibobat taraqqiyotning yoqi operatsiya jihlatib bordi. Asli o'zi tug'ish bu asli tabiatning qonuniyatiga muvofiq holat edi. Lekin ayollar operatsiya nima uchun tanlaydi deganda mundaq bir narsa bor. Birinchidan o'zimiz tug'sak badan shaklimiz o'zgarib ketadi. Masalan, bizning qarimiz yo'q qismimiz, qo'saq qismimiz samirib ketadi, yo'g'inab ketadi. Undan keyin badan shaklimizga ta'sir qildi. Keyin bundan keyin o'zimizning areallik turmushiga ta'sir qildi deb ansiraydigan ayollar bor. Undan keyin yana bir sabab nima deganda shu bolasining tug'ilgan kunini ma'lum bir chesla oylar bo'lsa deb o'ylab operatsiya qilishni tanlaydiganlar bor. Masalan, ya balla bayrami yoki yangi yil kuni degandek, bir son sifirlar yoki jupsan degandek, masalan, shonshi degandek, ma'lum bir kunlarda tug'saq bek yaxshi bo'ldi deb o'ylab majburiy yoki boldir hattoki shunchalik bir xato bir ko'z qarash bilan shu operatsiya qilish tanlaydiganlar bor. Amaliyotda operatsiya qilish hargiz unchalik oson ish emas. To'g'ri, o'zimiz tuqqan vaqtimizda bizning butun suyak-suyaklarimiz ajraydi. Ammo operatsiya qilgan vaqtda 7 qavat kesildi qo'saqchi. Undan keyin shu qo'saqning kesish jarayonida kirgan shu yel, sovuq yel, ayollarningki bundan keyin shu bel og'riydigan, qo'saq og'riydigan, undan qo'saq aksicha samirib ketadigan, asli kemik oson bo'lmaydigan muoqibatlarni keltirib chiqardi. Shunlashqa undan keyin ba'zi erlar bu operatsiyaning o'zi uchun xatri ham jafosi bor. O'z tuqqan vaqtda shu to'lg'aq yeyotgan vaqtning o'zbek og'rigan bilan tug'ib bo'lgandan keyin bu og'riq asosiyatdan bir kunda yo'qaydi-ku. Asosan asli kep bo'ldi. Lekin operatsiya qilgan vaqtda gar shu tuqqan vaqtida og'rimagan bilan, lekin operatsiyadan chiqib majbusi narkoz yeshilgandan boshlab og'irsa, u og'riq to'lg'aqning azobini yeshib ketadi. Shunlashqa ba'zi erlarning ko'z qarshida, "Voysa o'zing tug'miding, operatsiya qilding, shunday oson tursa, operatsiya bilan ham sen og'riq tatmay tuqqan tursang" deb turib, mana xato ko'z qarash bo'lib bir xil moslashmaydigan, uni bir shag'irmaydigan ahvollar bor-ku. Shunlashqa bizning asosiyatan ayollarga deydiganimiz imkoniyat bo'lsa o'z tug'ishni tavsiya qilamiz. Lekin o'zim tug'anmadim deb o'zini ayblab, cho'qim o'zini tug'sam nihoyat ulug'vor bo'ldi, to'lg'aq hislan bir
ulug' ona bo'ldi deydigan ish yo'q. Ikkalasininki ham yaxshi yeri bor, ham yomon yeri bor. Shunlashqa iliqidek vaqtga qaraydigan, cheslaga qaraydigan yoki badan shaklini deb turib qildigan ma xato qarashlarni maqsadga qilish to'g'ri emas. O'zining imkoniyat bo'lsa amal bor, o'z tug'ishni tavsiya qilamiz. Agar sharoit yor bermay qolib qolsa, joylik qilib o'zim tug'sam yaxshi deb doktorning uni xatar bo'lishi mumkin. Uni xatar bo'lishi. Bu narsa vaqti kelganda tabiiy bo'lgan yaxshi. Demak, endi bir homiylining sog'lom bo'lishi uchun albatta er ayol tang kuch chiqarsa, bu safar texnik o'ngishli bo'lgan shundaqmi? Unda bo'lsa, sizdan yana boshqa to'liqlaydiganlaringiz bormi? Oxirida men to'liqlaydigan bir muhim nuqta shuki, onalarningki homildorlik mezgilida o'ziningki buvoqlar parvishi, homildorlik bilimlari, ozuqlanish, farzand tarbiyasi bilimlarga texnik ko'proq vaqt ajratishni umid qilman, chunki bola tug'ilib bo'lgandan keyingi aldirashlikda bir narsa o'rganay desa, haqiqatan sharoit yor bermay qoldi. Shunlashqa onalarningki homildorlikni iborat 9 oydek yaxshi bir vaqtda bola qo'saqning ichida qolib qolmaydi. Mushtaq bir yaxshi vaqtning ichida oldin farzand tarbiyasi, sog'lomlik, ozuqlanish, psixik bilimlar to'g'riliq o'rganib, o'zining onalik safirini o'zi texnik osonlashtirishni bak umid qilman. Puldo rahmat ada. Unda qolsa demak hamda ko'rmanlarimiz biz bugun san programmamiz orqali mana shu homildorlik mazgilidagi diqqat qilishga tegishli mazmunlarni bilib oldik. Undan boshqa homildorlik mazgilida kayfiyatlarga qanday pozitsiya tutish to'g'risidagi bilimlarni ko'rib oldik. Shundaqmi? Unda qolsa bugun san programmamiz vaqt munosib bilan mush yerda oxirlashdi. Bugungi bilimlardan unumli foydalanishinglarni umid qilamiz. Programmamizning oxirida bugun shu bizga nurg'ulg'an bilimlarni so'zlab bergan shu go'zal Nur Tunyazadimizga alayda rahmatimizni bildiramiz. Ko'pdan ko'p rahmat javob chekdingiz. Unda qolsa ko'rmanlarimiz bugun programmamiz vaqt munosib bilan mushada oxirlashdi. Kelasi programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.